akalar, yana bir obyektimizni 4 ta xonasini radiator отопление ishlarini qilib berdik. Bu 2 ta xonani montaj qilib bergandik. Endi bu tomonlarda 4 ta xonani montaj qilib berdik. Kotelnimiz bu tomonda bo'ladi. Bu tomonga qarab keladi. Oxirgi tochkalarimiz bu tomonda. Ko'p klientlar so'rashadi. Naves garajlarni oldan turib o'tishsa bo'ladimi deyishadi. Albatta bo'ladi. 32 turbani izolyatsiya qilib, o'zini qizil izolyatsiyasi va 3li 5li penepleksda 4 burchak korobkasi turib, ichiga pena haydab montaj qilsa bo'ladi. Batarya bo'lmadi. Va 50-60 podval bor, to'lasi bor. Joylar podval ham deyilmaydi, bir texnik zona mana. 60 atrofida chiqadi. Bu joyga ham taylardan montaj qilyapmiz. Tusholmadim. Sovuq suv mana ketishi. Asosiy xonalarimizdan bu tomonda. Birinchi ayvonimizga ham bitta 50 ga 2 metrli radiator qo'yib berganmiz. Keyingisi bu tomonga ham bitta radiator montaj qilib berganmiz. Obratga, podacha, diagonal holda. Bu joy ham tagiga tushib, tagidan montaj qilib berganmiz. Keyingi ikkita xonamiz. Bu joyda ham bitta radiatorimiz bor. Uzr, 62 metrli radiatorlar ekan. Va keyingisi mana 52 metrli radiator. U tomonga, kotelniy tomonga qarab turbamiz ketdi. Radiator mana podacha obratkasi. Metal klipsa bilan akkuratniy lazerga o'ylangan hammasi shu ko'rinishda montaj bo'libdi mana. Podacha, yana bitta radiator podachasi, obratkasi. O'ta chiroyli, o'ta sifatli. Mana. Bu xonamizdan turbamiz chiqib turib, keyingi xonaga kirib, keyingi xonadan tashqariga qarab chiqib ketdi. Ikkita lestnitsani o'rtasidan penepleksda izolyatsiya qilib to'g'richak penalar bilan kotelniga qarab chiqib boradi. Shu joyga xudo xolasa kotelniy qilamiz. Kuzatib boringlar. Bu obyektda ham keyingi proseslarni ham qo'yib boraman. Kimgadir shunaqa sifatli santexnika xizmatlari kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar akalar. Sizlar ham obyektivni hisob-kitoblarga asoslangan holda bitirib beramiz. Hammaga rahmat.